Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mat 4-qism darsimizda tamkin madi haqida so'z yuritamiz. Tamkin madi bu qanday mad? Tamkin so'zi lug'atda bir narsani mustahkam qilish, barqaror qilish, joyida ushlab qolish degan ma'nolarni anglatar ekan. Istilohda esa ba'zi tovushlarni to'g'ri talaffuzi, to'g'ri chiqishi uchun ularni joyida ushlab shoshmasdan talaffuz qilishga mat tamkin deyilar ekan. Tamkin matni 3 xil ko'rinishi, 3 xil turi bor bo'lib, ularning birinchisi mat harfi sifatida, ya'ni cho'ziq i unlisini hosil qilib kelayotgan ya harfidan so'ng biror harakat olgan ya keladigan bo'lsa, mat harfi sifatida kelayotgan yani ham harakatli yana ham o'z holatida, o'z o'rnida talaffuz qilishligimiz kerak. Misol: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. في يومين deb ikkita yana talaffuz qilib yubormaylik. Fi emas, fi yaw deb matli yana ham undoshlik vazifasida kelayotgan yana ham o'z holatida talaffuz qilamiz. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس emas, الذي يوسوس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqulloh deb go'yoki harakatli vavni shaddali qilib yubormaylik. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqulloh der ekanmiz. Tamkin matning ikkinchi ko'rinishi. Vav harfidan so'ng matli vav kelishligi, ya harfidan so'ng matli ya kelishligi. Bu o'rinlarda ham vavni hamda matli vavni, yani hamda matli yani o'z o'rnida bir-biriga aralashtirmasdan o'qishligimiz talab etiladi. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. يَلْوُونَ emas, يَلْوُونَ deymiz. والله يحيي ويميت. يحيي emas, yuhyi deymiz. Uchinchi holat. Ya harfi shaddali bo'lib, undan so'ng matli ya harfining kelishligi. Bu o'rinda ham shaddali yani hamda matli yani alohida o'z holicha o'qishligimiz talab etiladi. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Annabiyna deb go'yoki bu yerda faqat cho'ziq i bordek o'qishligimiz to'g'ri emas. Shaddali yani ham matli yani ham o'z o'rnida bilintirib annabiyina deb o'qishligimiz kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mat tamkin ya hamda vav harflarining ba'zi holatlariga tegishli bo'lib, tabiiy mat hisoblanadi va
2 harakat miqdoricha cho'ziladi. Mad tamkin 3 xil ko'rinishda bo'lar ekan. Birinchisi matli yadan so'ng harakatli ya kelishligi. Bu yerda harakatli ya hamda matli yani ajratib aralashtirmasdan o'qishligimiz kerak. Ikkinchisi ya hamda vav harflaridan keyin matli ya yoki matli vav kelishligi. Bu o'rinda vav bilan matli vavni, ya bilan matli yani aralashtirib yubormasligimiz kerak. Va oxirgisi shaddali yadan so'ng matli yaning kelishligi. Bu yerda ham shaddali ya hamda matli yani o'z o'rnida talaffuz qilar ekanmiz. Darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.